eng xavfli ko'llardan biri. Kamerundagi vulqon kraterida joylashgan bo'lib, u Nyos deb nomlanadi. 1986 yil 21 avgustda ko'l tubidan katta miqdordagi 1,600,000 tonnaga yaqin karbonat angidrid sizib chiqadi. Karbonat angidrid havoga qaraganda og'irroq bo'lgani uchun u ko'tarilmasdan vodiy bo'ylab 27 kilometrga tarqaladi. Gaz buluti soatiga 20-50 kilometr tezlikda harakatlanib, qochishga deyarli imkon qoldirmagan. 25 kilometrgacha bo'lgan masofadagi barcha tirik jonzotni kislorodsiz qoldirgan. Natijada 1700 dan ortiq kishi va ko'plab hayvonlar halok bo'ladi. Gaz hidsiz va rangsiz bo'lgani uchun odamlar nima sodir bo'layotganini ham anglamay, uxlab yotgan joylarda vafot etishgan. Bu eng kam uchraydigan tabiat hodisalaridan biri, limnologik falokat deb ataladi. O'shandan beri muntazam ravishda ko'lda gazsizlantirish ishlari olib borilmoqda. Ya'ni olimlar bunday falokatni oldini olish uchun sun'iy ravishda gaz chiqindilarini qo'zg'atmoqda.